Bugun yana Abdulatif akani shu Jaydari shashlilarini sog'inib Nurafshon ko'chaga keldik. Bu yoqdagi juda ham samimiy va Jaydari muhit meni tez-tez kelishimga majburlaydi. Birinchi bo'lib o'sha legendarniy sho'rvadan boshladim. Sizlarni ham bir qaynogina suv ovqat ichgila kelib qoladimi? Aynan shu vaqtda mana shu sho'rvani ichsanglar, taninglar maza qilib yayriydi. Sho'rvadan keyin navbatni shashlilarga berdim. Vau, jigar shashli bugun har kungidan ham mazali chiqibdi. Sizlarga ham qiyma shashlikni shunaqa buterbrod qilib yeyish yoqadimi? Agar qiyma shashlikni shunaqa qilib yesangiz, mazasi yana ham boshqacha bo'ladi. Xullas do'stlar, Jaydari va juda ham mazali shashlik kelib tatib ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu joy lokatsiyasini Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Abdulatif aka, necha yildan beri shashlik qilasiz? 32 yillik tajriba va shu natijasi shu-da, to'g'rimi? Ha, mana shu keldi. Keyin o'tgan safar kommentariyada juda ko'pchilik yozdi. Bu yoq faqat nima erkaklar uchunmi? Ayollar uchunmi? ayollar ham keladi, ana xonada. Alohida xonalarga bemalol kelib, o'tirib, bo'ladi ayollar. Bemalol o'tirib, maza qilib ketadi. Ertalab 11 dan, obeddan keyin 11 dan 5 gacha. 11 dan 5 gacha. Yakshanba dam. O'sha legendarniy sho'rva, undan tashqari qiyma, jaz, qanoq, jigar. 4 xil shashlik bor do'stlar. Bemalol kelib, maza qilib, Abdulatif ham shashliklarni ham ketaverasizlar.